Nikohda domla, nikoh o'qishdan kalimani talqin qildiradi, iymonini yangilab olsin. Yangi iymoni bilan nikohlansin deb turib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan rasululloh desa, kuyov qaytaroqdi. La ilaha illa Alloh. To'rtta so'z aytolmayapti. Ehtimol 100 ta qo'shilayotgan. Ehtimol 2 xil. Lekin shu kalimani Alloh bermasa aytolmas ekan. Demak, siz meni amalim bor deb o'zingizga katta baho bermaslik uchun birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu ishni Alloh menga qildirdi deyishingiz kerak. Astagfirullah. Walakinalloha habbaba ilaykumul iymana va zayyanahu fi qulubikum va karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lekin Alloh sizlarga iymonni suyukli qildi va uni dillaringizga chiroyli ko'rsatdi, hamda sizlarga kufr